Sizga dezodorant yordam bermayaptimi? Unda muammo terida emas, bu ichak. Ha, ko'pchilik bilmaydi. Agar ichak vaqtida tozalanmasa, organizm chiqindilarni teri orqali chiqara boshlaydi. Shuning uchun terlarning hidi har xil bo'ladi. Agar terining hidi o'tkir va achchiq bo'lsa, bu ichakda fermentatsiya buzilgan. Og'ir, chirik hid demak, ichakda chiqindilar, ya'ni axlat to'planib qolgan. Og'izdan noxush hidlar esa ichak sekin ishlayapti. Siz faqat hidni berkityapsiz, lekin sabab ichakda qolyapti. Bu holatlar davom etadigan bo'lsa, ich qotishi, ko'p dam bo'lishi va boshqa muammolarga olib keladi. Sog'liqni dezodorantlar bilan emas, aksincha ichakni to'g'rilash bilan boshlang. Men jarroh koloproktologman va sahifamda foydali ma'lumotlar berib o'taman. Albatta obuna bo'ling.